Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nozugum nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Nozugum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'migan mushukun qolgan mıydı? Bular erlarni azobligini oz degandek, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Kumush aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mum tushdi. Men nozukni tutqili, sulun cheriklar chiqdi. Nozugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Kızımni qo'yib yutinglar. İflaslar. Xo'sh aka, nada bo'lsaqmi omon bo'laylik. Boqimni ko'rib qolsam, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Birinchi bob. Har kuni 40 mingga yaqin qo'y va boshqa mollar setilib, 10 million so'mdan oshiq pul qo'ldan qo'lga o'tib, savdo ishlari yurishib turadigan Qashqar shahri bozorlarida bugun hech kim yo'q. Chet ellardan mo'rilarga quruq xurjalarini ortib kelib, 2 Buxoro atalgan bu shaharda yillab yetib, yiqqan dunyolarni to'gilarga ortib, tangnidek qo'rsaqlarni egarning qishig'i taqib, o'z yurtiga qaytadigan boylami ko'rinmaydi. Ilgari odamlarga yo'l bermay, kayni-kaynidan keladigan harbolami yo'q. Bozor rastlarining hammasi bo'sh. Masjid, oshxonalardami, sepil atrofi, do'qmushlardimi odam oz. Shahar xalqi yuz berayotgan bu baloyi ofatning hammasini pulga omroq qo'qandlik savdogarlarning bu yerga cho'milidek yig'ib ketganligini va shariatga amal qilmay har xil gunohlik ishlarning ko'payib ketganligining oqibati deb bilib, shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lganlarga la'nat o'qiydi. Shahar aholisidan ba'zilar hovlilarga kirgan ching cheriklarini polti-koltak ko'tirib qo'g'lisa, ba'zilar Qo'qon taraflardan kelib bu yerning juvonlarini vaqtliq nikohiga elib yashayotgan savdogarlarni uylaridan haydab chiqaradi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Qashqarga savdo qilg'ili sirtlardan kelgan savdogarlar jonlarini qutqizib qelish uchun karvon saroylariga, masjid, madrasalarning ishchilariga panohlanib oladi. Ba'zilari sepil darvozalaridan xuddi Qo'tondagi qo'ylardek urkib chiqib, qumliq cho'llarga, qumushliqlarga qaytishadi. Ba'zilar bu tuyuqsiz kelgan balo qazodan o'zlarini saqlab qolish uchun shahar sirtidagi mashhur mozorlarga Arslonxonning, Oppoq xo'janing, Buxoroxonning onasi A'lonur xonimning mozorlariga madad nusrat tiliga mingishadi. Ular ching cheriklari har qancha rahimsiz bo'lsa-mu, qabristonliqlarni dafsanda qilib etmas deb o'ylashadi. Ilgari doim supurilib, tozalanib turadigan bu mozorlarning ichi bekmi surlik ko'rinadi. Endi bo'lsa undaq emas. Odamning kuchiga yetmaydigan teraklarning shoxlari sunib, yopirmoqlari mezgildan burun qabristonliqning ichiga chechilib ketgan. Bo'libmi, Qashqardagi qiz juvonlarni ichkirga surgun qilgudek degan xabar tarqalgandan beri A'lonur xonimning mozoriga kelib yosh to'kayotgan ayollar nihoyatda ko'p edi. Ular o'zlarini bu balo qazodan qutuldirib qelish erlarning qo'lidan kelmagandan keyin endi bizni mushu mozorga ko'milgan avliyolarning ruhi saqlab qolar degan umidda sig'inib, bilgan oyatlarni o'qib munojat qiladi. Ba'zi qiz juvonlar kiyim-kechaklarini yirtib, o'zlarining och yalang'ochlikda qolgan. To'pi changlarga melanganiga qaramasdan, jinini qurbon qilish uchun Robiya xonim o'lgan do'ngni agib yuradi.
Yoshlarning ba'zilari o'zimiz yo'qolib ketsakmi, ismimiz o'chmasin deb bu yerdagi qushlar uvlab ketgan qopoq teraklarga va tomlarga ismlarini uyib yezishadi. Qashqar atrofidagi o'jilar mozorlarining hammasila ularning urug' tuqqan qavm qarindoshlari bilan liq to'lgan edi. Chin cheriklari bo'lsa, shahar darvozalari orqali qechib chiqayotgan odamlarni tutib olib, ularning elib mongan narsalarni bulab tolaydi. Qarshilik ko'rsatganlarini shu joyda o'ltirib yetadi. Ondan ularning boshlarini kesib olib, shahar darvozalariga esib qo'yadi. Qattiq janglardan keyingi bir mezgillik jimjitlikda har qaysi joylarga yo'shirinib olgan odamlar endi nima bo'larkin deb zamonning alpozini ko'zitadi. Chin cheriklari shaharga besib kirgandan beri 3 kun davom qilgan bulang-talang jarayonida yana bir munchalig'an puhrolar o'lib, ko'plagan odamlar meyib bo'ldi. Shahar o'z tirikchiligidan, o'ziga xos vang-cho'ngidan ayrildi. Bir chaqda jim tinish turgan bu shaharning jimjitligini tor ko'chalarning birida bir to'p qizni oldiga selib haydab kelayotgan cheriklarning vorqirgan ovozi buzivatdi. Qizlarning yig'i aralash faryodlari anglanishi bilan o'gzisining bir cheti ko'yayotgan madrasa tarafdan qo'llariga qilich nayzlarni olgan bir to'p yigitlar yugurishib chiqdi-da, Qizlarni qo'yib etish! Sizlarning shahrimizga o't qo'yib, begunoh odamlarimizni o'ltirishginingmi yetar! deb yugurgan bo'yi qizlarni haydab kelayotgan cheriklarga etildi. Ehtimol shahar ichidagi janglarning to'xtag'iga qarab, Jahongir xo'janing lashkarlarini talto'kis qirib tashladik deb xotirjam yurgan cheriklar bu nima vaqa degandek bir-biriga qarab qilishdi-da, qizlarni tashlab o'zlarini qo'g'dashga tayyorlandi. Bu chaqda qilichlarini yalang'ochlab, urchop degan ovozlar bilan o'tin bozoriga yugurishib kelgan yigitlar hujumga o'tdi. Kutilmagan bu vaqadan o'tiqib qolgan qizlar nima qilishini bilmay turib qilishdi. Ular bu fursatdan foydalanib qechib ketishni o'ylagan bo'lsa-mu, qilish nayslarini ishqa silib, yigitlar bilan elishayotgan cheriklardan qo'rqishdi. Shu chaqda qo'lida qilish tutib, beshiga dubulg'a kiygan bir yigitning qizlarning o'niga o'xshash inchika ovozda "Qizlar, chopsan qichinglar!" degan gapi anglandi. Qizlar bir-biriga hong-tong bo'lib qarashdi. Ular inchika, egiz bo'yliq bu yigitning qishig'i yiqinlashdi. "Tez, bu yerdan chopsan ketinglar!" Qilish tutgan yigit ikkinchi qitim qattiqroq varqirdi. Shu chaqdala qizlar u yigitning arancha kiyinib olgan qiz ekanligini bayqab qoldi-da, ishonchlik holda uning yeniga yiqildi. Ehtimol arancha kiyingan qilichvozning qiz ekanligini cheriklarmi sezib qolsa kerak, ularning orasidagi buyruq qilib varqirayotgan boshliqi birinchi bo'lib inchika ovozli yigitning yeniga yetib keldi. Shu chaqda kimdir biri "Nozgum, o'zingizga ogoh bo'ling!" O'zini qo'rshib olgan bir to'p cherik bilan elishayotgan egiz bo'yliq yigitning varqirgan o'nini anglagan qizlar hayron bo'lishib, "Av, arancha kiyinib olgan rostila Nozgummidu?" deb bir-biriga qarashdi. Arancha kiyingan qiz bo'lsa, qiyshig'i kelgan cherik bilan qilichlashib ketdi. Boyadan beri boshqalarga varqirab buyruq qilayotgan bu cherik qizni darhol qo'lga tushiraman deb o'ylagan edi. Lekin undaq bo'lmadi. Yekmuya qilichlashish uzoqqa so'zilib ketdi. Bir chaqda yeliqi cherikning agri qilichi qizning beshidagi dobulg'isini yulib tushdi. Qizlar bu qilichvozning beshiga o'rib olgan uzun qora chechining cho'lib ketganini ko'rib, ixtiyorsiz varqirishib ketdi. "Rostila Nozgumkan!" "Nozgum, o'zingizga ehtiyot qiling!" deb varqiradi texichi qo'rshovni buzib chiqib qizning qishig'i yetolmayotgan yigit. "Xotirjam bo'ling boqin!" Yigitning so'zi Nozgumga madad berdi-mu, baribir qo'lga tushmay qolmaysan degandek bor kuchi bilan elishayotgan cherikni keyniga chekindirib, qiyri so'gatning qishig'i qistab keldi. Faqat shu chaqdala o'zining taslim bo'lishga yiqilib qilayotganligini sezgan Monju boshliq nimanidir bir gapni deb qattiq varqirdi. Darhol yetib kelgan yana bir cherik Nozgumning qo'liga urib, qilishni yerga tushiribdi. Qizlar yana varqirishib ketdi. Nima qilarni bilmay sal xuduqib qolgan Nozgum yerga qarab o'zini qo'g'dug'idek hech narsa topolmadi.
Buni bayqab qolgan Cherik andig'u qo'lga tushgansan degandek kalta qoshlarini egiz ko'tirib hijoydida cho'lg'an chochlari mo'risini yepib turgan Nozugumga yaqinlashdi. Mundaq bir go'zalni qo'lga tushirgilayotganiga xushal bo'lgan Cherik o'ziga yaqinlaganda Nozugum esiga bir nima tushgandek texmu g'ayratga keldida yeniga esib olgan g'ilobdagi xanjarni sug'urib elib Cherikning biqiniga urdi. Cherik unining boricha varqiravatdi. U qizlarni haydab kelayotgan Cheriklarning boshlig'i edi. Uning önini anglishi bilan qolgan Cheriklar qilichlarini to'xtatib, yerga yiqilgan boshlig'ining yeniga keldi. Ular boshlig'ining halok bo'lganligini ko'rib, o'zlarining holi xarob ekanligini sezdida, haydab kelayotgan qizlarni tashlab badar qochdi. Yaraysiz Nozugum. Siz uni o'ltirotmagan bo'lsangiz, bizning qo'rshavga tushib qolgan yigitlarimiz halok bo'lib ketadi. Dedi qizning qishig'a birinchi bo'lib yetib kelgan silva bo'yliq, buriti, yengidan xat tortgan yigit. Sizning ahvolingiz qanday boqam? Yordar bo'lmagansiz? Sizga o'xshash himoyachilarimiz turgan yerda yordar bo'lamizmi? Qizlar, chapsonroq uylaringlarga ketib olinglar. Hozir qochib ketgan Cheriklar kuch to'plab kelishi mumkin. Qizlar Nozugumning so'zini anglishi bilanla bir-birining qo'lini tutishib, boya Cheriklar haydab chiqqan tor ko'cha tarafga yugurdi. Endi maydonda boqan boshchiligidagi yigitlardan boshqa hech kim qolmagan edi. Yigitlar, biz kuch to'plab, chin Cheriklarning shahrimizga o't qo'yib, odamlarimizni o'ltirib, qizlarimizni ishkirga polishiga yo'l qo'ymaslik uchun kurash qilishimiz lozim. Hozir tarqalib ketgan Cheriklar bilan shahar yoshlari Cheriklarga taraf-tarafdan yushin hujum qilyotdi. Bizmi chapsonroq shular qo'shilib olayli. Ana, Cheriklar kelyotdi. Boqan bilan Nozugum va uning akasi Abdullahga o'xshash 20 ga yaqin Qashqar yoshlari Jahongir xo'ja lashkarlari tarmor qilinib, tarqalib ketgandan beri o'zaro uyushib, chin Cheriklarga qarshi hujum qilib yuratdi. Ular hozir chin lashkarlari o'rinlashgan Gulbaq sepili tarafdan kelayotgan birer yuzdan o'shiq Cherikni ko'rib, ularga qarshi hujum qilsa, kuchining yetishmaydiganligini sezib, chekinmoqchi bo'lishdi. Boqan, sizlar Nozugum bilan heytgoh tarafga chekininglar. Biz ularni biroz to'sib turaylik. Aka, chekinsak hammamiz birga chekinamiz. Nozugum akasining andisini qilib qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lib edi, lekin Abdullah uning iltimosini rad qildi. Talishib o'ltirishga vaqt yo'q. Cheriklar qistab kelib qoldi. Tez bo'linglar. Biz keninglardan qo'llab yetamiz. Nozugum aksini tashlab ketishga qiymay sal tartishib turib edi, qolgan yigitlar uning qo'lidan tutib, so'rab degudak elib mangdi. Aka, o'zingga ogoh bo'l, deb varqirdi Nozugum, keynida qolgan Abdullahning Cheriklarning qo'lidan qochib qutulishini umid qilib. Birdan Jahongir xo'jining, birdan chin Cheriklarning qo'liga o'tayotgan Qashqar shahrining ichi o'pir-to'pir bo'lib ketgan edi. Ba'zida cho'ng saroy, madrasalarning darvoza, o'gizlarga o't tutishatdi-da, u yerlardagi kaptarlarning tip-tinch hayoti buzilib, ular osmonga top-top bo'lib ko'tariladi. Masjidlarning o'gizlariga va qopoq teraklarga uvulagan qushlarning paylari shahar ustidan turilib ko'tarilayotgan qora kurang ista yerga tushmay laylab yuradi. Boshda birinchi bo'lib To'qizaq sarayga o't tutashganda, bu nima baloyi ofatdu deb qolgan shahar xalqi, keyin Do'ta Yomul bilan boshqa saraylarning kuyayotganini ko'rganda, zamonning nima bo'layotganini tushunolmay, Jahongir xo'janing lashkarlarining yengilgini rost o'xshamamdi, deb bir-biridan so'rashadi. Xalq og'zida ish qilib har xil parang. Bash keramdan kelganlar, xo'jamning kuchi ko'p. U odamning qo'lida biz xalqdan boshqa yana Norinning qirg'izlar bilan Qo'qat, Marg'ilondagi musulmonlarni bor deyotgandi. Bu gaplarning hammasi yolg'onmikin-a? O'tgan yozdilar, uning lashkarlari Tuman daryosining o'ng tarafidagi tuzlangda chin Cheriklarini qirib, shahrimizni ishg'ol qilgan emasmidi? Endi yana boshqa paranglarni tarqilyotdi-ku. Ular chin Cheriklarini yenganda shahar ichida qishlab yotmay, ilgirlavergan bo'lsa, bu kunga qolmaydi. Lekin bu qitimqi jangda Jahongir xo'janing lashkarlari chekingan bo'lsa-mu, ammo shahar xalqi ilgir keyin yengilmasdek ko'ringan chin Cheriklarining ojiz taraflarini ro'shan ko'rgan edi. Ular jangda faqat odam sonili emas, xalqning birligi va yurt muhabbatining zo'r ahamiyatga ega ekanligini his qildi.
xalqning vatanparvarlik ruhi uyg'onmay, uni kuchaytmay turib, hurlikka erisholmaydiganligini tushundi. Avam xalqning o'zlarining shaxsiy manfaatlarini deb, oni yerini setib ketadigan baglarga, amaldorlarga o'chmanligi texmi kuchaydi. Qashqar shahriga faqat dunyo yig'ib tirikchilik qilg'ili chet ellardan keladigan savdogar kelgundilarga qarash boshqacharoq edi. Hozirmi bozor ko'chalarda ko'pincha shu haqda gap so'zlar tarqalib yuradi. Avu kunla g'o'jining lashkarlari g'albi bilan kirib kelganda cho'ng dog'dug'i bilan kutib olib, uni xalqimizning sultoni deb otib edik. Bugun yana jahonning bo'lib ketdi deyman. G'o'jlarni haqoratlab, xalqimizni chin cheriklariga tutib bergan amaldorlar o'lim jazosiga buyurilgan. Buni anglagan yakan xotinlardagi xalqlarni qo'zg'ilib, chin lashkarlariga qarshi turish uchun Qashqarga yetib kelgan edi. Qo'qan xonning 15 ming lashkari bilan yordamlashganini o'z ko'zimiz bilan ko'rib edik. Shu chog'da taslim bo'lgan chin amaldorlari bilan cheriklari bizning dilimizni qabul qilgan edi. Qashqarda hatto g'olibiyat nomi bilan o'zimizning tangilari so'qilgan. Tova, shularning hammasi birdamdila havoga uchib ketdimi? Mana mushundaq gap so'z, mulohizalar ichida kishilar Jahongir xo'ja lashkarlarining taslim bo'lganligiga yo ishonishini, yo ishonmasligini bilmaydi. Ammo chin cheriklarining shahar ichida ko'payib ketganligini ko'rib, buning yaxshilik emasligini sezgan ba'zi odamlar G'o'jining lashkarlari orqasidami sotqunlar ko'payib ketibdi-dak. Qo'qantiklar o'z yeriga qechib ketayotgudak degan gaplarmi bekor emas o'xshaydi. Bo'lmasa, Jahongir xo'ja chin cheriklari besib kelganda qirg'izlar orasiga ketamdi. U kishi hozir qirg'izlardan lashkar to'plab jang qilmoqchimish. Mundaq gap so'zlar Qashqar bozorlarida har kuni har yangi tus elib beriyotadi. Bir kuni chin cheriklari Ishoq Vog'ning Qashqarga boshliq qilib tayinlabdi-dak degan parang tarqalib, orqadilla buningga Ishoq Vog' qirg'izlarga pul berib, "Men Jahongir xo'janing sodiq odami" deb ularni aldab, xo'jani Manjularga tutib beribdi-dak degan so'zlar qo'shildi. Ba'zilar Sardarning qo'lga tushishi mumkin emas, bu bir ig'vo deyishib yurdi. Lekin bu gapning rostligiga xalqning ko'zi yetganda, yana shu bo'lmug'ir kesilimiz beshimizga chiqibdi-da deb urishdi. Ular endi o'z taqdirining kimlarning qo'liga qilib, nima bo'ladiganligini bilmay esangirab qilishdi. Hay xaloyiq, yangi darim puhrani kechirim qildi. Hamma Etkov tarafga kelayotgan Jakarchiga qaradi. U uchisiga o'ngib oqirib ketgan parija kiyib, ustidan belini kandir yip bilan bog'lab olgan. Beshidagi anjan do'ppisi kirlishib ketgan edi. Jakarchi Etkov maydonining cho'risiga qator selingan do'konlarni yaqilab, ovozining boricha jar selib ketib boradi. Uning kaynidan Jakarining rost yolg'onligini bilmoqchi bo'lgandek bir to'p odam agishib olgan edi. Ammo ular Jakarchining orqasidan degudakli kelayotgan darvishning so'zini anglab qilishdi. Xaloyiq, Ishoqvog'ning odamlari tarqatgan so'zlarga ishonmanglar. Ularning aytganlarining hammasi yolg'on. Xo'jamning lashkarlarini chin cheriklari gulboqqa akirib qiynab o'ltirib-atdi. Mazlumlarni ishkirga palash uchun o'ylardan so'rab ochiqib, o'z ordisiga yig'ib-atdi. Hozir Qashqarda ishongudak odam qolmadi. Bu dunyoni aldamchi dunyo deb bekor etmagan ekan. Odamlarning to'lisi sotqun, xushamatchi bo'lib ketdi. Kelgundilar ketib, atugin bu shaharda sizlar bilan biz qolamiz. Xaloyiq, bularga ishonguncha bizni tug'ib o'stirgan ona yerimizga ishoninglar. Oppoq xo'ja zamonasidan tartibla mundaq jang yig'iliqlarda puhra bilan bo'lib, xalq beshiga tushgan qayg'u alamni tang tartib kelayotgan darvish qalandarlarning hammasi boshqa vaqtlardagiga o'xshash riyozat chekish uchun cho'l jaziralarga, mozor mashoyiqlarga ketmay, nemi ko'rsakmi xalq bilan birga ko'rayli degandek shahardan chiqmay yuradi. Ularning so'zlarini anglagan puhralar yana tengirqab turib qilishdi. Voy xudoyim-ay, mo'shundaqmi bo'ladi ekan-a? Otavulchong dada, bizning o'g'lonlarimiz necha vaqtdan beri mushu kunlar uchun qon to'kdimi? Yog'ochchi va temirchilarimiz kecha-yu kunduz namozlarini qazo qilib, mushu kunlar uchun qurol so'qdimi? Sizmi talay g'azotlarni boshdan kechirgan pansotqu,
Endi bizning kunimiz nim bo'p keta. Hey, qachonli bo'lsa, kelgulik oddiy puhroning beshig'i keladigan bo'ldi-ku. Boy xo'jamlar bizni jangga haydab, boshqa eg'ir kun tushganda o'zlari yana chatga chiqib olgan. Sotqunliqmi ana shularning orasidan chiqib-atgan. Oldiga teri peshtomi tortib olgan egiz bo'yliq to'mirchi qiyri pansatning ko'ziga tikilib qaradi. O'zi timan bo'lg'ini bilan quyuq soqol buruti kumushdek oqargan qiyri pansat to'mirchiga javob berib ulgurmasdilla uning so'zini beshiga anjan do'ppi kiygan pakar bo'yliq. Chiroyi oqsiriq, ovozi g'ozning o'nidek enchik chiqadigan bir odam bo'livatdi. Bu shovchilarni go'sht, yog' bilan bo'rdab, jangi tayyorlig'icha kepak berib beqish kerakdi. Shu chaqda ular qashqani saqlab qolatdi. Kumush soqolliq odam uning so'ziga oralashqisi kelmay o'zini chetga tortdi. Ammo beshiga anjan do'ppi kiyib olgan g'oz o'lik heliqa odam og'zi besilmay so'zlavadi. Uningdan ko'ra, mana bu tovarlarni elinglar. Dunyoning azobini tortib, Marg'ilondan akeldim emasmi? Meni desa, biri o'lib, biri qolsin. Qiyri pansatni maydonning chetigarak yetilab chiqqan to'mirchi ichiga to'lgan dard hasratini yana aytishga boshladi. Xo'jamni tog' qirg'izlari orasida kuch to'plab o'z kuchini oshirib da'vatotdi. Undaqda buning hammasi yolg'on yovidoq parang bo'lib chiqdimi cho'ntada? Undaq emas, anglaganlari to'g'ri. O'tganda tog'liq tojiklar yordam bergashkilar, Jahongir xo'jalar nusrat qozongan edi. Bo'lmasa, bu yerning odamlari qachon tayoq to'qmoq ko'tarib sha olgan. Voy ukam, biz bog'u buningdanmi qattiq janglarni boshdan kechirgan. Nima da'vatadilar? O kuni shahar ichidagi jangda yakan, yangi shahar xotin xalqining qandoq ilishqanligini ko'rgan bo'lg'aydilar. Sizlarga o'xshash kelgandilar. Zaman tinch bo'lgandilar maydisiga urib, go'r kelgani bilan boshqa eg'ir kun tushganda xurjinni murisiga ortib, quyruqini xodi qiladi. Ishkirdan manju cheriklari kelib edi. Xo'jamni u deb shilg'an tojiklarning hammasi qechib, uning qishida faqat tog' qirg'izlari qopdi. Odamning og'zini g'irishlamay, sodalarini qilsalar. Qirg'izlar do'st sodiq, jangi mixti haqchimisilar. Ilgiridilla xuddi optob parasga o'xshash zamon vaziyatga beqib ish qilishga o'rganib ketgan shahar sodiyarlari bilan qozi kalonlar Jahongir xo'jining taxti foydasi sallangishishga boshlaganda monjularning royiga beqib ularning biror mansibiga ilishib o'zlarining mol dunyolarini saqlab qolishning ko'yiga tushgan edi. Ba'zilari qo'li bo'sh bo'lsalar, yetgoh maydoniga yig'ilib, kimning yenganligi, kimning yengilayotganligi to'g'risida bo'layotgan paranglarni anglashga berilib ketgan edi. Jakarchilar tarafidan tushkichi bir yangza, tushdan keyin bir yangza parang tarqaladigan yetgoh maydonidan odam uzilmaydi. Bu yerga atrofdagi yezlarda turadigan odamlarmu to'p-to'p bo'lib kelmoqda edi. Ularning hammasining Jahongir xo'jadan umidi zo'r edi. Uzun quloqlarning gapiga qaraganda, monjularning 10 tumandan ortiq cherikining ko'pchiligi uchsig'i parije kiyib, boshlariga salla o'rab, Jahongir xo'janing lashkarlariga qo'shilib, ularning orasida har xil fitna ig'volarni tarqitib, Jahongir xo'janing lashkarlarini qochirishga boshlabdi. Mushundaq gaplarni anglab yurgan shahar xalqi tog' tarafga qechib ketgan Jahongir xo'janing chopsonroq qaytib kelib, o'zlarini monju cheriklaridan qutuldirishni taqatsizlik bilan kutdi. Ular xuddi daryo suyini qoq yerib o'tadigan qiyiqlardek chopson-chopsonlar yetgoh maydonidagi to'plashib turgan xalqni ikkiga bo'lib, ot choptirib mongdigan chavandozlarga bular Jahongir xo'janing lashkarlari emasdi deyishib qaraydigan. Ammo ularning chin cheriklari ekanligini ko'rib, umungan holda yana kayniga sho'xshuydi. Cheriklar Jahongir xo'janing asirga tushgan lashkarlarning qo'llariga qo'ysa, putlariga kishan silib, taslim bo'lmaganlar mushu holga tushib qoladi degandek, yetgohning o'tirisidan haydab o'tadi. Ba'zi yop-yoshli yigitlarning jasadlari maydonga yasalgan dorlarda, darvoza boshlarida qushlar uv solgan qiyri qopoq teraklarda esiqliq turadi. Cheriklar so'zilib, putlari yerga tegay deb qolgan bu jasadlarni ularning urug' tuqqan qavm qarindoshlarining dafn qilishiga ruxsat qilmaydi.
Oy xaloyiq, yo'l bo'shdinglar. Qani, nariroq turinglar. Jakarchining heytgohni beshig'i kiyib, varqirg'an ovozi anglanishi bilan odamlar shir yo'lboslarni so'laydigan to'mir qafasda qora pashmat kiyib, beliga kengligi 5 keladigan tasma poti bog'lagan 40 yoshlar chomisidagi odamga qarashdi. Uning qilin qoshlarining ostidagi ko'mirdek qora ko'zlari o't chaqnagandek yaltirab turardi. Buni ko'rgan odamlar yoqalarini tutishib, ko'zlariga ishonmayotgandek yenib qarashatdi. Ya Allah, bu haqiqatan Jahongir xo'jammidi? Basti uncha valami yo'g'on emaskan-ku. Mushundaq turib, 2-3 yildan beri chin cheriklarining chumildak qopsab kelgan lashkarlarni o'ntay-to'ntay qilib, Qashqarni tutib turibdi. Jahongir xo'jani ko'rmay turib, uningga ixlos qilib yurgan xalq hayajonlanib ketdi. Bu chaqda kimdir biri: "Mushu odam qo'lga tushgandan keyin bizning amdi har nima bo'lmag'imiz haqdanla. Biz u kishining chin cheriklari bilan nachar ilishqonligidan emas, satqullarning xoinligi tufaylidan yengilib qoldik." To'g'ri aytdilar. Ba'zi odamlar bir shaning bagligini berimiz desa, xalqimiz bu yoqda tursin, hatto xotin bola chaqisini setib etishdan yolmaydi. Bola vaqtida Qashqardan qochib ketib, bu tarafga Qo'qant, Marg'ilon, Anjomning xalqini, u tarafi tog' qirg'izlari bilan tojiklarni keyindan agashtirib, oq tog'liqlar bilan qora tog'liqlarning beshini qo'shib, jangi boshlab kelgan bu odam faqat sotqullarning kasobatidan qo'lga tushdi. Deganlari to'g'ri. Aslida biz birimiz beri tortsak, yana birimiz neri tortib dushmanga yem bo'lib kelyapmiz. Mana avi Issiq Vanglini olayli. Onunga chin amaldorlari 5 kunlik vangliq amali berib qo'yibdi. Ko'ziga hech narsa ko'rinmay qoldi. Dedi, jangda bir qo'lidan ayrilib, endi nima qilarini bilmay titit bo'layotgan yosh yigit. Oldirmislar uka, yaratgan egamning arg'amchisi uzun. Aka, qirg'izlar Xo'jamni o'z bag'rimiz deb ichiga ilyotdi. Issiq degan bu vangning men Xo'jamning sodiq odami deb qilgan xoinligini qarmandilar. Balki u umr bo'yi avlodi bilan Qashqarga vang bo'lib qolaman deydigandi. Ammo u bu tushini sug'i o'rsin. Qashqar xalqi hammani unutib ketsa-mu, Issiq vangning xoinligini unutmaydi. So'langan qafas heytgoh maydoniga qo'yilishi bilan bir qo'li yo'q yigit o'zini shu tarafga otdi. Lekin ot choptirib kelgan yoyi yalang'ochliq yigitning beshiga yo'g'on qamchi bilan 2-3 urib-etdi. Yigitning beshi qiyib birpas esankirab turib qoldi-da, qamchi tekkan yerdan irg'ib chiqib, mo'ngligiga eqib tushayotgan qonni saq qo'li bilan surtdi. Ondan yoyining pichoq bilan tilib qo'ygandek jirtoq ko'zlariga tikilib qarab, g'azab bilan varqirdi. Biz tirik turib, senlarga dapsanda bo'lmaymiz. U shundoq deb o'pchorisiga qarab edi, yoyiga otqudek hech narsa topolmay, Jahongir xo'jani so'lg'an qafasning to'mirlarini tortib yo'lib olmoqchi bo'ldi. Bu chaqda chin cheriklarning Jahongir xo'jani tutib kelganini anglab, yiqilgan odamlarning shovqin surini kuchayib ketdi. Xalq qafasni qorshab yiqilishib kelivedi, ot ustida turgan monju amaldor cheriklarga qarab nimanidir deb varqirdi. Uning buyruqini kutib turgan cheriklar bir qo'li yo'q heliqi yigitni nayzlab tashladi. "Voy xudoyim-ay, endi biz ko'migan bu kunlar qoptimikan?" deb oyatlarning zarlagan ovozlari anglandi. Shu oraliqda oq yuzlik, zilva bo'yliq bir qiz topdan yulqinib olg'a chiqib, "Hay Qashqarning yigitlari, xotinlarga o'xshash chavildishib turamsizlar? Aman bir o'lim, qina alg'a!" deb varqirdi. Cheriklarning qonga bo'yalgan nayzisi uning qizil duxovidan tikilgan jilitkisiga tiraldi. Qaddini tik tutgan qiz oq paxtisi chiqib turadigan ko'zlarini teximi yo'g'on echib, jamoatga bir narsa demoqchi bo'lib tamshilaydi, lekin maydisiga sanjilgan nayzining dastidan dam ololmay qoldi. Bir chaqda u jilitkisining sirtig'i urg'ib chiqqan qonni olqini bilan mahkam besib, qafasning keniga santirilib bordi-da, uning to'mirlarini tutib, tizlanib yiqildi. Boyatin vangchun qilishayotgan xalq birdilla jim bo'lib qoldi. "Kechirasiz xo'jam. Bu dunyoda sizning oyog'ingizni jon uzish mening uchun baxt." Otliq cherik endi u kim ishganligini ko'rgansizlar, bizga qarshi chiqqan har qanday odamning taqdiri mushundaq bo'ladi degandek ko'zlarini sal echib, jamoatga zarda bilan qaradi.
Bu ahvollarni ko'rib turgan xalq g'azabga keldida, endi nima qilamiz degandek bir-biriga qarashdi. Xaloyiq, mundaq turaversak, bularga yem bo'lib tugaymiz. Homini bir o'lim. Ojizlar chig'ida jinini qurbon qilishayotgan yerda bizga uyat emas bu. Burda yangidan xat tartib qolgan egiz bo'yliq, qo'shumi qash yigit to'pdan sug'urilib maydonga chiqdi-da, temir qafasga yaqinlashdi. Bu qaysarlikni ko'rgan xalq bu yigitni o'lib ketadigan bo'ldi deb o'zlarini chetga tortishdi. Ularning ba'zilari, "Voy ukam, yolg'iz otning chingi chiqmaydi. Nahaq qurbon bo'lib ketsan, kayniga qayt" deydi. Ammo vorqirishayotganlar orasida bu yigitning jasoratini qo'llab-quvvatlaguchilar ko'p edi. O'zingizga hezi bo'ling baqim. Qoshlari inchga, zilva bo'yliq juvon 3-4 yosh chamisidagi qizi bilan uning yeniga keldi. Uchisiga havorang ko'ylak, uning ustidan qizil barqutdan tikilgan pashmat. Beshiga usti yeshil maxmal qoplangan so'sar to'pi kiyib, bilakdek ishki o'rimchechining birini oldiga, birini kayniga tashlagan bu juvonni ko'rgan odamlar tengirqab qilishdi. Ba'zilar uning kimligini surishtirgili turdi. Hay, bu juvon kim? Uzun chakmani juvozxonada moy tortgan odamning kiyimida kirlishib ketgan vejik bo'voy mo'rsiga ortib olgan xurjunni ikkinchi mo'rsiga tashlab, "Biz uni na'dim bilayli. Hozir Qashqardagi ikki odamning biri chatdan kelganlar tursa, kim bo'lsa-mu ish qilib qaysar ayolkan. Hoy nozgum, sizlarga nima ko'rindi? Kayninglarga yininglar, nohaqdan o'lib ketsizlar-ku sizlar." Voy, buni buloq beshidagi otavul pansatqu. Qaysi otavul? Hamma kishi maydonga chiqilayotgan bo'voyga qarashdi. Lekin odamlar chochlari kumushdek oqargan bo'voyni qo'lidan tutib elib, maydonga chiqishiga qo'shilmadi. Voy, rostilla qeri pansatgan-ku. Avu cho'kan, shuning qizi Nozugum-ku. Qaysi Nozugumni da'vatsizlar? Qaysi bo'ladi? Hilqi shoir Abdurahim Nizorining madrasida ta'lim olgan qo'shiqchi Nozugumchi. Hay, o'sha o'limoning qo'lida ko'plagan vatanparvar shogirdlar tarbiyalandi jumuslar, dedi boyiqi xurjunni mo'rsiga ortib olgan bo'voy. Ammo ularning ovozini qeri pansatning gurkirab chiqqan ovozi besib ketdi. Nozugum, hoy jinim qizim, o'zingni oyimsanmi? Narsida bolang bilan qeri dadangni o'ylasangchi. Hey, kuyog'il, kayningizga qayting. Sabr qilsizlar cho'ngdada, dahshatli paytlarda yoshlarni to'xtatqili bo'lamdi. Nozugum, kayningizga qayting. Avu oldida ketib bog'ini boqig'u. Ko'rdingmi? Uning xotinining qo'rqmasdan erdan qolmay maydonga chiqqanini, qon chiqgan bilan pansatning qizida. Bu vaqa Hetikoh maydonidagi odamlarni texmo hayron qoldirdi. Ular haqida har kim har xil gaplarni qiladi. Qizlar belini bog'lab maydonga tushayotganda biz qarab turamizmi? Qachongacha bu jonni eski choponning ichida saqlaymiz? Qani yuringlar yigitlar. deb shopurutliq yigit mo'rsiga ortib olgan pashmitini qo'liga ilib siqimdab tutdi-da, o'zini Nozugumlar tarafga otdi. Bir qo'lida erining peshidan tutib, ikkinchi qo'lida qizini yetlab olgan Nozugum etilib oldiga chiqdi-da, "Xaloyiq, bular hammamizni o'ltiramaydi. Qaddinglarni hargiz pikmanglar. Yo'q qilish ko'zimizdan. Senlar xo'jamni qafasga so'lagan bilan butkul Qashqar xalqini so'lishamaysan." Nozugum bilan boqan qafasga sal yaqinlashib edi, jamoat cheriklar ularni o'ltirib yetadigan bo'ldi deb churqirishib ketdi. Ular Nozugumni oyab, agar cheriklar bu qizga qo'l ko'tarsa, hammamiz ularga yepishimiz degandek borgan seri yopirilib kelavatdi. Xalq bilan kuch elisholmayotgan cheriklar endi bu xotinni nima qilamiz degandek ot ustidagi monju boshliqqa qarashdi. Bu chaqda ilgari keyin mundaq go'zal ayolni ko'rib boqmagan cherik beshi Nozugumdan ko'zini ololmay qoldi-da, uningga ko'ngil rishtini izhor qilmoqchi bo'lgandek yejiyib yo'g'on tishlarini ko'rsatdi. Lekin Nozugum uningga qarabmi qo'ymadi. Aksicha uning ko'zlaridan o't chaqnab, dushmaniga bo'lgan g'azab nafrati o'rlamoqda edi. Otdiki cherik Nozugumga yaxshiroq sapsilib qaraganda, uning ovu kuni Gulbog' oldidagi jangda Ay Janjunning yordamchisini o'ldirib, qechib ketgan ayol ekanligini ko'nglidan o'tkazdi. Cherik beshi darhol as-hoshini yig'ib, cheriklarga qarab varqirdi.
boyatın qorshab qisib kelyapsimu, faqat boshliqining amr farmoni bo'yicha ish qilib kelayotgan cheriklar amdi nayzlarni ko'tarib to'plangan xalqni qo'llashga boshladi. Mam, yo'q al. Bo'lmasa hozir hammaning kallasini elib, darvozaga esib qo'yamiz. Bir ishga chamdab, shipqab ilgirlayotgan xalq chekinsimu, boqi bilan Nuzugum chekinmadi. Cheriklar yana ot ustidagi boshliqiga qarab edi. Texichilar Nuzugumning chiroyiga mahliya bo'lib turgan bu Manju Jangjunining chiroyli qiz juvonlarni ichkirga polish haqidagi buyruqini aslida uningdan bu juvonni tirik tutganligi uchun mukofot oladiganligini ko'z oldiga keltirib cheriklarga uni tutib, chatga ochiqinglar deb buyurdi. 3-4 cherik o'zlaridan egiz juvonning qo'llarini qayirib tutib, uning kayniga tarajab qarshilik ko'rsatishiga qaramay so'rashtirib chatga elib mangdi. Qolgan cheriklar boqiga yamashdi. "Boqim!" Nuzugum! Bargan seri bir-biridan yiroqlashayotgan bu ikkisining ching cheriklarini tillab varqirgan so'zlari odamlarning yurak bag'rini ezib, ching amaldorlarga bo'lgan g'azabini texmi kuchaytmoqda edi. Bu nima balo qazodi? Endi biz ko'migan mushikin qolgan mıydı? Bular erlarni azoblig'ini oz degandek, qizlarimizga kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Boyadan beri Jahongir xo'ja uchun jinni qurbon qilayotgan qaysarlarni ko'rib, urayotgan xalqning g'ulg'ulisi texmi avj elishga boshladi. "Hay yigitlar, ular mushunda qizlarni oramizdan akitib olsa qandoq chidab tursizlar?" Beshig'idagi yog'liq tangan mazlumning bu so'zini anglab, o'zlarini tutib turolmagan yigitlar Nuzugumning kaynidan yupurilib mengivedi. Ulardan yana to'tining maydasiga nayza sanjilib yiqildi. Bu chog'da Nuzugumni elib mangan cheriklar bir necha sap bo'lib ulgurgan edi. Quruq qo'l yigitlar cheriklarga qarshi kuch elisholmaydiganligiga ko'zi yetib, asta-asta kayniga chekinishdi. Qizimni qo'yib etinglar, ifloslar. Shuncha arning qonlarini ichishkining oz deb, endi qizimning qinini ichishkim keldimi? Dada, Arzugulga qarsila. Nuzugumning ovozi bilan tangla, 3 yoshlik Arzugul o'zini tutib turgan ayolning qo'lidan yulqinib chiqib, opasining kaynidan yugurdi. "Appa!" Narasidining ovozi uzoq so'zilmayla, "Appa" degan peti to'xtab qoldi. Uning o'rniga kimdir birining "Voyjon" deb varqirgan echinishlik ovozi anglandi. Buni qonxo'rlar kichikini bir narsiydi qizning maydasiga nayza urib-atdi. Bu qonxo'rlarning kichik bolani o'ltirishga qandoqmi quli bo'lgandi? Maydonda yig'izlar aralash vangchonglar ko'tarilib ketdi. Odamlar bu qitim yana do'kirib kelgani bilan cheriklarga qo'l ko'tarolmadi. Ular Nuzugumning kaynidan bir oz yergacha mengib, nima qilarini bilmay esangirab qoldi. Hurmatli radio anglag'uchilar, Yazg'uchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Neri turish. Yo'limizni ko'shlik qilmanglar. Endi yaqin keladigan bo'lsanglar, ajlinglardan burun o'lisizlar. Voyjon, mana vahshiy qizni o'ltiribdi qo'y. Esidan adashgan baliq qo'l ko'tarishga qandoqmi vijdoni chidiganda bu qonxo'rning. Ya Allah! Jim turib bersak, bular hammamizni qirib tugitadigan o'xshaydi xaloyiq.